Hammaga salom. Kecha bo'lgan voqeani qo'yib beryapman. Men do'stim mana Fozil bilan birga video olmoqchi bo'ldik. Va biz ana yerda urul bor ekan. Voy, urmagin. Fozil. Qishloq bor ekan. Ekranni g'alati bo'lib qoldi. Hop. Mana shu uxlab olamiz. Men ko'ra. Tush do'stim. Qalaysan do'stim? Shu paytda ham qalaysan deydimi? Hozir uxlaymiz-ku. Mayli. Charchadingmi sen ham? Bu yerda qishloq bor ekan. Ha, charchab qoldim. Hozir Qishloq bor ekan. bitta uy tanlaymiz. Buni kim yozdi? Kim yozdi? Qo'rqinchli. Kim yozdi buni? Axir bo'lishi mumkinmi? Nul deb qo'yibdi. Kim yozdi? Uning ismi Nul ekan. Inglizmi bu? Yo'q, men ishonmayman. Men ishonmayman. Kimdir bizga suiqasd qilmoqchi. Voy, ismini yozdi. Yo'q. Fozil do'stim, qaysi birida uxlaymiz? Hey. Voy, nima bu? Nima bu? Yo'q, qoch, kel, mana bu yerda uxlaymiz. Mayli, Kel, uxlaymiz. Yotoq qo'y. mayli. To'xta, men bu yerda yotaman. Hop, uxladik. Xullas kalom biz uxladik. Voy, nima bo'ldi? Nima edi bu? Yur. Suv ichamiz. Qani quduq? Ana quduq ana yerda ekan. Nima bu? Qoch! Maxluq! Qoch yonimga kel. Qoch kelyapti. Yonimizga kelyapti. Qoch! Fozil do'stim. Yo'q do'stim. Qoch do'stim. Qoch. Voy, Adina, qoch. Ay! Yurdim. Qoch. Qo'llaring. Yo'ldan qoch bilib. Sen kimsan? Qani bu? Bilib. Nima edi bu? Nima yozuv? Yo'q bu qoldi. Uxlaymiz uyimizda. Yo'q, bo'lmaydimi do'stim? Yo'q, ehtimol bo'lmaydi. Uxlaymiz. Bu o'ngimizda masov. Shunday qilib u bilan nimaligini biz umuman bilmadik. Va biz uxladik. Va birinchi qism tugadi. Xayr.